Assalamu alaykum. Kitap o'qishmon beri avlodlar torbetiga hoş geldiniz. Mening ismim Nuriya Rahman. Hazır anglaydiğiniz danlıq alimimiz mərhum Abdushukur Muhammad Eminning Arifnama namlıq kitabıga kirgizilgan bir asar Yipak yo'lining qayta echilishi va To'yga qush ruhi. Xo'sh. Uyg'otmoq eng mushkul ish. Chunki u her iki tarafni bearam qiladi. Nijodiyat nomidan. Yurtimiz va xalqimizning tarixdagi shuhratlik madaniyat gulzorini sug'urib kelgan xalqaro aloqa yo'li Karvan Buyuk, ya'ni Yipak yo'li qayta echildi. Milodiyadan ilgirki zamonlardan toki yaqinqi zaman dengiz okean qatnashigacha davom qilgan Yipak yo'li aloqalarining simvoli bo'lgan To'yga yangi Yipak yo'lining echilishi bilan qanotliq To'yga obrazida qayta namoyon qilindi. Bizni taqozo qilgan kelgusi bizni kutib turgan kelgusiga aylanmoqda. To'yga simbol qilingan Yipak yo'li zamonlarida ajdodlarimiz shahar qal'alarni halqa qilganovat bo'ston madaniyatini yaratgan. Hunarpaz va xalqaro savdogar xalq sifatida dunyoga to'nilgan. Falsafa va tabiat fanlarida qomusiy olimlarni yetildirgan. Mushu asosda san'atda dong qozongan edi. U chaqdagi taklimakan cho'lliki diyori madaniyat cho'lliki holatiga tushib qolgan bo'lmasdan, aksicha sayohatnoma mualliflariga oltin ilhom beg'ishlagan madaniyat dahlizi edi. To'yga simbol qilinganovat asrlar xarobilarini o'g'it qilibmi bayoshatlikqa ega bo'la olmadik. Endi qanotliq To'yga sima qilingan yangi asrlar tizmisi oldida turamiz. Bu g'oyat katta hodisani yetarlik ma'nosi bilan his qiladigan kishilar oz bo'lsa-mu, uni kelgusi tarixchilari iftixorlanib tilga oladi. O'ylab qoldim. To'yga bilan qanotliq To'yga nishonlangan tarixiy davrlar orasida o'tgan zulmatlik asrlarga nimani simbol qilish lozim? Bu bir simvolning ixchamlash va his qildirib tarbiyalash kuchi nihoyatda cho'nqur. Meningcha To'yga qushni simbol qilish kerak albatta. Shundoq, biz bu jaholatlik asrlarda ilm hikmatdan ayrilib, ishonliq va mazhab murtavozligi latqisiga patdik. Aqtog'liq, qaratog'liq bo'lib elib, qon to'kdik. Uyg'otquchi Baba Rahim Mashrab, Muhammad Sidiq Zalili, Muhammad Abdullah Harabati, Abduqodir Damullam va Abduxoliq Uyg'urni xorlab, sirtdan kelgan Mahdum Azam, Yusuf Chongmuzlarni avliyo qilib bilib, yasalma mazarlarni tavab qilib yotdik. Qo'limizdan kelgini daftaranglashib, usul o'ynash bilan maddohlik va hofizlik bo'ldi. Oxiri bir tal qand, bir tal saranginimi chetdan oladigan kunga qoldik. Yipak yo'lining xarobilishi xalqaro tarixiy xarakterlik hodisa edi. Biz bu tashqi muhit ichida borgan seri bekinmichilik bilan shug'ullandik. Bir butun Uyg'ur millatini bir qancha viloyat, nohiya bo'yicha qamab tashlab, bir-biridan urkuydigan, bir-birini chetga qoqadigan yurtboslik psixologiyasini tayyorlab oldik. Bir zamonlarda Wang Yandi, Yalluq Jusay, Marco Polo va bir to'p arab sayohatchisi qalamida izchil Uyg'ur deb tilga elingan ibora keyincha Radlov, Mallov, Cho'qan, Valixanov qatorliqlar qalamida bo'lsa, Qumulliqlar, Turpalliqlar, Taranchilar, Do'lallar, Qashqarliklar, Mochinliqlar deb yoziladigan bo'ldi. Uyg'ur iborasi faqat seriq Uyg'urlarning nomida qoldi. Garchi bu asrda yangi madaniyat mash'alchilarining tashabbusi va Uyg'ur madaniyat muarifining ilhomida Uyg'ur iborasini hammamiz eg'izda, qog'ozda, vibiska va tamg'alarda e'tirof qilgan bo'lsak-mu, lekin ruhiyatda, ostinqi ongda texi qabul qilib ketalmadik.
muhabbat nafratsizligida, halovat taqsim qilish cho'michida, masala hal qilish tasdiqida, do'stlashish va murosim dasturxonlarida, baho taqriz zuvallarida, o'rlash tushish tanaplarida, kirim chiqim setkalarida texi o'z yurt bolasi, o'zga yurt kalisi alonliqi eg'ir. Milliy madaniyat arg'amoqlarining baygisiga qo'yilgan to'suq shodalari har biri yurt bo'yicha birdek emas. Bu bo'lmug'ur aloq qilg'uchi ofatni jin shaytonlar emas, o'z yurt azimatlari bajo keltirib turibdi. Tamoxonlarga kirishdimi o'z yurt, xizmat taqsimotidimi o'z yurt, maqola kitob nashr qilishdimi o'z yurt. Faqat to'tim pasonida badanga gul chekish bilan shaman qiyofatida girim qilishli qoldi. Dunyoga davlat darvozalarini echib etish shamalida har bir nahiyegacha ko'plagan kitob, jurnal yoymisi keng tarqaldi. Uningda Jungoning hamma yeridan, hatto Tayvan Shanganlardan keltirilgan xanzuch kitob, jurnallar erkin setilmoqda. Men patpatla ishkeridagi Iroq o'lka shaharlarda chiqadigan jurnallarning asar avatish takliflarini topshirib olaman. Bu gullash muhiti bilan gullash ruhiyatining oltin uzukka yoqut ko'zdak birlashgan manzarasining ifodasi. Bizda-chu bir viloyatning jurnalini boshqa viloyatlarda, hatto Urumchida ko'rish mumkin emas yoki tas. Bizda xeyli ko'p jurnal nashr qilinadi, ammo u xuddi mahbus tomiqadak o'z-o'zini qamal qilgan ruhiyat sepili, ya'ni o'z yurt doirasida azm qilinadi. Uning ustiga har bir viloyat jurnali o'z yurt kishilarining asarlarini e'lon qilib, o'z yurt kishilariga avatiladi. Yaqindan beri yerlik shevilarni yerlik alohida mahsulot sifatida maqtab kengaytiradigan, yana ism familiyalar oxiriga Atushi, Kalpini, Dolani, Lamjini deganlarni, hatto texmo kichik kent nomlarini qo'shib ataydigan boshlamchilar chiqib qoldi. Jiroq allarda musofiratda qo'llanilgan bu yurt nomlarini o'z yurtida totem urug'doshligi tamg'isi qilib olish qaysi ruhiyatdan etilib chiqqandi ha? Yangi Ipak yo'li ochildi, ammo mahallaviy madaniyat bekinmichiligining pechti texi buzilgani yo'q. Qanotliq to'ga faoliyatga kirishdi, ammo to'ga qushi beshini qumga tiqib olishdan xalos bo'lgani yo'q. Bu hol davomlashadi ekan, qadimki Ipak yo'li azimatlari bo'lgan Uyg'urlar xuddi kukum talqan bo'lgan botulka sunuqlaridagi bir zamandagi shishilik holidan qolgan kristallarni optop nurida yaltirtib baxtanishdan o'zga yangi sharbatga muyassar bo'la olmaydi. Qayta o'qayman, ya'ni bu hol davomlashadi ekan, qadimki Ipak yo'li azimatlari bo'lgan Uyg'urlar xuddi kukum talqan bo'lgan botulka sunuqlaridek bir zamandagi shishilik holidan qolgan kristallarni optop nurida yaltirtib maqtanishdan o'zga yangi sharbatga muyassar bo'la olmaydi. Bu yangi Ipak yo'li hikmatlaridan davomli chatdi qilishga elib bormasligi mumkin emas. 1993-yili aprel Urumchi. Mushu asarning mazmuniga yaqin keladigan yana bir millatning o'zini bilishi degan bir maqola bor. Bu maqoldan bir batni qo'shib o'qib beray deb o'yladim. Millatning ilgirlash yo'lida o'zidagi ruhiy illatlarni tozalashi tarixiy xarakterlik taqozo. Uyg'ur xalqida Yusuf Xosojib, Mahmud Qashqari, Ahmad Yuknaki, Alisher Navoiy, Boborahim Mashrab, Muhammad Sidiq Zalili, Abdulla Xarabati, Muhammad Sodiq Qashqari, Abdurahim Nizomi, yaqingi zamonda Abduqodir Domullam Azizi, Abduxoliq Uyg'ur, Lutfulla Mutallib o'zlarining yalqinliq asarlari va oliyjanob ongliq mas'uliyatchanligi bilan millat ruhiyatini sog'lomlashtirishdan iborat ulug'vor
muhabbat yalqonlarini o'z davriga loyiq mazmunlar bilan ma'naviy cho'qan sadolarga ko'tarib keldi. Ma'lum ma'noda shundoq deyish mumkinki, bu xil ma'naviy ilgirlash cho'qonlari ayni zamon madaniyatimiz tarixiga malaka va husn qo'shdi. Ularning ayni zamon madaniyat kushandlarining to'sqinliklari, hujum va o'saklariga bardoshlik berib, millatda saqlangan ma'naviy illatlarni tozalashda ko'rsatgan oqilona xizmatlarini xalqimiz o'z-o'ziga bo'lgan ongliq bilish egizligida mangu xotirlaydi va qadrlaydi. Millatning ilgirlash yo'lida o'zidagi ruhiy illatlarni tozalashi uning yangi tarixiy qatlamga ko'tarilishidagi meg'izliq bir xizmat. Bu qilsimi, qilmasimi qarichaqliq ish emas albatta. Munavvar kishilarimizning ko'pi millatimizda saqlangan. Ba'zida asabiy quyun holatiga ko'tariladigan mundaq ruhiy illatlarning ezgu ko'ngillarni kavab, ko'rkam chimanlikni xarab qiladigan halok qilg'ush, buzg'unchi holati va mohiyatlardan dod faryod ko'tarib, hatto yatsam kirib sham go'rda xos, bo'lsam o'sakdan gar xalos, shu chaqda ham talbi quyun rashki hasaddan to'xtamas deb bizarliq e'tirozlarini bildirishdi. Ko'plagan alomat uqtirdiki, millatimiz o'zining go'zal vujudiga nobab ruhiy illatlarni yuqtirib olgan. Buni Erig'dash butkul millat jamoatchiligining o'rtaq vazifasi. Buni Erig'dash hozirgi zamon taraqqiyot malakasi muhitida millatimizning hayotiy iqtidori va parlaq kelajagini qo'lga keltirishi to'g'risidagi milliy ongning yangroq da'vati. Bilmaslik nodonlikdir. Nodon ekanligini bilmaslik qo'sh hassa nodonlikdan iborat. Aflatun. Xalqning ximi qahramonlik tafakkurining nijodiyati. Uning xizmati xalqning nijodiyat yo'lini izlash va ko'rsatish. Nijodiyat tantanisiga qilgan fitna, halok bo'lib atgan o'tmishning nolisi va g'umi xolos. Nijodiyat nomidan. Maqur amisa, bugungi kitob o'qish programmamiz mushada oxirlashdi. Kelar qitimliq programmani ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Aman bo'laylik. Xayr xo'sh.